Salom, men Michael Seybelman. Bugun hamkor asoschilar o'rtasidagi aksiya taqsimoti va hamkor asoschilar ajralishi haqida gaplashaman. Aniqlik kiritib olaylik. Bu maslahatlar texnologik dasturiy ta'minot startaplari qurayotganlar uchun. Venture kapital orqali moliyalashtirishni kutayotganlar uchun. Boshqa turdagi bizneslar haqida gapirishim qiyin, chunki ko'p turdagi kompaniyalarda aksiyalar mavjud. Ammo bu maslahatlar ular uchun emas. Bu asosan kompaniya boshida mahsulot bozoriga moslashuvidan oldin asoschilar o'rtasidagi suhbatga qaratilgan. Biz kompaniyaning boshlanish davri haqida gaplashamiz. Keyingi bosqichlarda har xil qiziq va chalkash narsalar bo'lishi mumkin, lekin bu video va maslahatlar ularda qo'llashga mos emas. Qisqacha aytganda, asosiy maslahat hamkor asoschilar aksiyada saxiy bo'lishingiz kerak. Sizning maqsadingiz asoschi jamoangizni birinchi 2 yil ichida ishlar yaxshi ketmayotgandek ko'rinayotgan paytda qattiq mehnat qilishga undash. Eng katta xato startapni boshdagi bu juda nozik vaqtida aksiyalarda qizg'onchilik qilish. Bu esa odamlarni ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Holbuki siz hali katta narsa yaratish imkoniyatiga egadursiz. JD asoschisi aqlli va tajribali asoschi ham ahmoq asoschi ham hamkor asoschilar aksiyasida saxiy bo'lishi kerak. Aqlli odam esa mahoratlar, hissa, vaqt majburiyatlari, tarmoq va kelajakdagi narsalarni o'ylab, murakkab hisob-kitob qiladi. Bugun men bu keraksiz ekanligini sizga isbotlab beraman. Keling, nimani muhokama qilayotganimizni ko'rib chiqaylik. Avval hamkor asoschilar aksiya taqsimoti, keyin hamkor asoschilar ajralishi, juda tengsiz taqsimot uchun yomon sabablar, yomon maslahatlar va oxirdagi xulosa fikrlar. Yaxshi, hamkor asoschilar aksiyasi haqida gapiramiz. Mening tajribamga ko'ra, asoschining xatosi ular jamoasini, ya'ni hamkor asoschilarni bugun va ertaga qanday undashini o'ylamaydi. Odatda odamlarga 4 yil davomida qozoniladigan aksiyalar beriladi va siz ularni 2-chi, 3-chi, 4-chi yilda menga yetarli aksiya yo'q, undov yo'q yoki menda mana buncha aksiya bor, lekin CEO 4 baravar ko'proq olgan. Men esa har kuni qattiq ishlayapman. Boshdan beri shu yerdaman deb o'ylashini xohlamasangiz kerak. Bu g'azab tug'diradi. Shuning uchun CEOning vazifasi hamkor asoschini bugun kompaniyada ishlashga ishontirish emas, balki 4 yil va undan ko'proq vaqt davomida undovli saqlash haqida o'ylash. Bunday holatlarda bizning odatiy maslahatimiz imkon qadar tengga yaqin aksiya taqsimoti. Aniq teng bo'lish shart emas, lekin qancha saxiy bo'lsangiz, kuchli asoschi shunchalik undovli bo'ladi, ya'ni jamoangiz sizdan ketib qolmaydi. Keyingisi Westing va Cliff. Aksiya qozonish muddati va chegara. Ko'pincha asoschilarga berilgan aksiya ma'lum vaqt davomida qozoniladi, ya'ni vaqt o'tishi bilan olinadi va agar siz o'sha vaqt ichida ketsangiz, butun aksiyani ola olmaysiz. Cliff esa agar kompaniyangizni birinchi yili o'tkazmasangiz, hech qanday aksiya olmaysiz degani. Cliff esa agar kompaniyada birinchi yilingizni o'tkazmasangiz, hech qanday aksiya olmaysiz degani. Bu ikkala vosita ham juda qimmatli va ular barcha asoschilarga qo'llanilishi kerak. Rostini aytadigan bo'lsak, ba'zi asoschilar mendan so'raydi: "Nega buni qilamiz? Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, ajralmaymiz. Hech narsa yomon bo'lmaydi." Men shunday degan bo'lardim. Asoschi aksiyasini berishda yangilik kiritmang. Eng yaxshi amaliyot barcha aksiyalar Westing va Cliff bilan berilishi. Hayotda har xil narsalar sodir bo'ladi. Ba'zida odamlar ketishga majbur bo'lib qolishi mumkin. Oilaviy vaziyatlar o'zgaradi, kasal bo'lishadi, yomon ishlaydilar. Westing va Cliff orqali boshqa asoschilar ketganlarni chiqarib yuborishi yoki ularni ketishini captable aksiya taqsimoti jadvalini buzmasdan sodir qilish mumkin. Odatda 4 yil Westing aksiyani 4 yilda qozonasiz degan va 1 yil Cliff, ya'ni 1 yil ishlamaguningizcha hech narsa olmaysiz degan ma'noni bildiradi. Hamkor asoschilaringiz asoschi jamoasi uchun zarur bo'lishi kerak. Asoschi jamoasi haqida o'ylaganda bu eng kichik guruh, MVP, eng oddiy ishlaydigan mahsulotni qurish, mijozlarga berish va o'rganish uchun yetarli bo'lgan odamlarni nazarda tutiladi.
Aksiyada saxiy bo'lishni maslahat berishimizni yana bir sababi bu zarur bo'lmagan hamkor asoschilarni olib tashlashga yordam beradi. Ular xodim bo'lishi kerak, asoschi emas. Hamkor asoschi unvoni shunchaki berilmasligi kerak. Y Combinatorga kelgan jamoalarda 5, 6, 7 hamkor asoschi bo'lsa, nimadir g'alati, suhbat bo'lmagan. Deyarli har doim 7 kishi mahsulotni ishga tushirish uchun zarur emas. Yana eslab qoling, deyarli har doim hamkor asoschi aksiyasi berilganda kompaniyadagi ishlarning ko'pi hali bajarilmagan. Shuning uchun aksiya odamlarni bajarilmagan ishi uchun undash, bajargan ishi uchun mukofot emas. Oxirgi salbiy narsalar haqida gapiradigan bo'lsam, bu birinchisi SEO ishlamayotgan asoschilarni ishdan bo'shatish huquqiga ega bo'lish kerak. Aksiya taqsimoti qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kemada kapitan bo'lish kerak. Kimdir oxirgi mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kerak va ular ishlamayotganlarni chiqarib yuborishga ruxsat berilishi kerak. Agar siz bunday sharoitda jamoaga qo'shilishni xohlamasangiz, bu qiyin. Siz kompaniya jiddiyligini tushunmayotgan bo'lasiz yoki o'zingiz kompaniya oching va SEO bo'ling. Lekin SEO bu mas'uliyatga ega bo'lishi shart. Va oxirida eng mas'uliyatli ish hamkor asoschilar ishlar yomon ketganda nima bo'lishini muhokama qilish. Y Combinatorning fikrlaridan biroz beraman. Pre-product market fit bosqichida ajralish bo'lsa, quyidagi holatlarni ko'rib chiqish kerak. Agar hamkor asoschi 1 yil klifdan oldin ketsa yoki ishdan bo'shatilsa, odatda faqat ramziy aksiya oladi. 5% dan 2% gacha. Chunki kompaniya hali muvaffaqiyatli emas, ishlarning ko'pi hali qilinmagan. 1 yillik klifdan keyin, lekin pre-product market fitda agar asoschi ketsa yoki ishdan bo'shatilsa, ular kompaniyaning 5% dan ko'pini saqlamasligi kerak. Bu esa ba'zida aksiyalarni qaytarilishini anglatadi. Bu qiyin suhbat bo'lishi mumkin, lekin hali ko'p ish qolgan. Qolgan odamlarni undash va yangi odamlarga aksiya berilishi kerak. Ketgan asoschi endi kompaniya qiymatini oshira olmaydi. Agar u ko'p aksiyani ushlab tursa, kompaniya muvaffaqiyatini kamaytiradi va o'z aksiyasini qiymatini pasaytiradi. Agar asoschi ishdan bo'shatilsa, ularga kichik kompensatsiya berilishi mantiqiy. 1 oylik yoki 3 oylik maosh. Lekin agar o'zi ketsa, bu odatiy emas. Qilsangiz bo'ladi, lekin majburiy ham emas. Va har qanday asoschi ketsa yoki ishdan bo'shatilsa, boshqaruv kengashidan chiqishi, ozodlik hujjatini imzolashi va qolgan asoschilarga ovoz berish huquqini berish kerak. Ya'ni qolganlar uni aksiyalarini ovoz berishi mumkin. Ko'pincha SEO bo'lmagan asoschi ketsa yoki ishdan bo'shatilsa, lekin ba'zida SEO ham bundan istisno emas, hayotda har xil narsalar sodir bo'lishi mumkin. Yangi SEO bu ajralishni tartibga solish kerak va oldingi SEO ham bu kuchlarni tushunishi kerak, chunki SEOlar ham xato qiladi yoki ishdan bo'shatiladi. Aksiya taqsimoti va ajralish kuchlari haqida gaplashdik. Endi tengsiz taqsimot uchun yomon sabablarni keling ko'rib chiqamiz. Eng keng tarqalgan yomon sabab: hamkor asoschim rozi bo'ldi. Men 90% ga egaman. Ularga 10% bersam rozi bo'ldi. Hammasi yaxshi, to'g'rimi? SEO sifatida bu bugun uchun optimallashtirish, ertaga emas. Siz hamkor asoschingiz bugun xursand bo'lishini emas, 3-yilda hammasi yomon ketganda nima uni undash haqida o'ylashingiz kerak. SEO sifatida ertan o'ylang. Hamkor asoschi o'ylamasa ham va yomon vaqtlarda undovni saqlash uchun aksiyada saxiyroq bo'lishingiz kerak. Keyingisi, ideya meniki, shuning uchun ko'proq aksiya olaman. Ular faqat quradi. Y Combinatorga har 6 oyda 30,000 kompaniya ariza beradi. Biz barcha ideyalarni ko'ramiz. Ideyalar arzon, ijro etish muhim va ko'p hamkor asoschi ijro etishda zarur. Agar bo'lmasa, asoschi ham emas. Ideya meniki, 90-10 taqsimot uchun yaxshi sabab emas. Keyingisi, men hamkor asoschilardan 6 oy oldin boshladim. Shuning uchun ko'proq aksiyani olishim kerak. Ular boshida yo'q edi. Savol: hali qancha ish qolgan? An'anaviy texnologik startapda 99% hali oldinda bo'ladi. Muvaffaqiyatli bo'lsa, 10, 20, 30 yillik yo'l hisoblanadi. 6 oylik farq katta emas. Probably is not that significant.
Keyingisi haqida gaplashadigan bo'lsak, hamkor asoschim maosh kerak, menga emas. Men maosh va aksiyani alohida o'ylayman. Maosh bu yashash uchun, ijara, ovqat, kompaniyada ishlash imkoniyati uchun. Aksiya qattiq ishlash va past maoshda ishlash uchun undov. Maosh kerak ekanligi uchun aksiyani kamaytirmang. Har biriga yashash uchun maosh berishingiz kerak. Chunki ba'zilar uchun 0 bo'lishi mumkin. Keyingi undov uchun aksiya bering. Yaxshi, keyingisi haqida gapiradigan bo'lsak, men yoshroq va tajribaliroqman, hamkor asoschidan ko'ra. Bu qiyin. Tajribali odam kompaniyaga hissa qo'shadi, mablag' topishda yordam beradi, lekin agar uni asoschi qilsangiz, u zarur bo'lishi kerak. Sizsiz bo'lmasligi kerak. Shuning uchun undov haqida o'ylab, aksiyada saxiyroq bo'ling. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muvaffaqiyatli kompaniyalarda ko'pincha bir asoschi 10-15 yil qoladi. Mas'uliyatliroq bo'ladi va ko'proq qiymat qo'shadi. Masalan, Amazon va Jeff Bezos yoki Facebook va Mark. Shunday odam ko'proq aksiya olish kerak deb o'ylaysiz, lekin texnologik startaplarda boshlanish juda muhim. Birinchi 4-6 yil qiymat yaratiladigan vaqt va ko'p kompaniyalar o'ladi. Hatto kompaniya katta muvaffaqiyatga erishsa va siz eng uzoq qolgan bo'lsangiz ham, hamkor asoschilar aksiyasida saxiy bo'lishingiz kerak, chunki ular kompaniyangizni ishga tushirish energiyasini beradi. Ular siz o'yinda bo'lmas edingiz. Boshlanish yillari va hamkor asoschilar undovi muvaffaqiyatli mahsulot yaratishda qanchalik muhim ekanligini tushunib yetsangiz, to'g'rirog'i tushunib yeting va aksiyani odamlar xohlagan narsani qurish imkoniyati uchun ishlating. Ana undan keyin siz o'zingizni 99% startaplardan ko'ra yaxshiroqman deb atashingiz mumkin va siz uchun barcha qoidalar o'zgaradi va muvaffaqiyat kaliti yasaladi. Ishonamizki, video sizga manfaatli bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishamiz. And of course, the rules change.